Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz bugun bitta obyektga keldik. Bu yerga elektromobilga zaryadni ustanovka qilish uchun keldik. Kelganimizda holat shu holatda ikkita liniyaga moslab ustanovka qilishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Simlari bardak, ingichka. Zaryadni ustanovka qilganimizda albatta bu simlar qizish holatiga keladi. Biz bu yer boshqa xatdan ustanovka qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Zaryadnigimizni o'rnatdik. Bu yerda shitimizni bolni ustanovka qildik. Ko'rib, o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Shitimizda konsilka orqali osvesheniasi bor. Ikkita счетчик, relay напряжения, bypass avtomat, diff avtomat va uzip avtomatlar bilan. Kimga shunaqangi sifatli elektromontaj xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.